kastamizda biletlarimiz sotilyapti. Kazan, Moskva shahriga, Primoy, Toshkent, Abu Saxiy vokzalidan yuramiz. Tashqarida yomg'ir, sovuq bo'ladigan bo'lsa, mana tutadigan zallarimiz bor. Sharoitlarni hamma qo'yamiz. Borib kelgansizlar-da, o'g'lim, mashg'ulotlarni yurgansizlar. Yaxshi ishonsiz. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Mana bugun xudo xolasa Toshkent Abu Saxiy vokzalidan Rossiyaning Kazan, Moskva shahriga avtobusimiz yuryapti. Bugun chislamiz 2025-yil 2-may kuni. Haftada 2 marta seshanba, juma kuni yuramiz. Shular klientlarimiz sog'-salomat kelgan. Aka, qayerda o'tiryapsizlar? Qarshidan. Qarshidan kelib, Toshkent Abu Saxiy vokzalidan Moskvaga ketyapsizlar. Telefon qilib, onlayn tarzda javob bilan qilib. Xudo xolasa avtobusda avtozaryadchilar bor mana. Monitorlar, isitgichka, konditsioner bor. Yaxshi, xudo xolasa. Yoqdimi aka avtobus? Yo'qdi, ishonchli. Tavsiya qilasizlar-a? Tavsiya qilaman. Bitta duo qilib bersangiz yo'lga chiqamiz. Qani bitta duo qilib beraylik aka, yo'lga chiqamiz. Yosh katta. Mayli akalar, yaxshi aytib olinglar, yaxshi kunda ko'rishaylik. Inshaalloh.